Petrus yazgan 2-chi xat, 1-chi bob. İsa Məsihning xizmatkori va elchisi bo'lgan menki Simon Petrusdan sizlarga salom. Sizlar bizning Xudoyimiz va qutquzguchimiz bo'lgan İsa Məsihning odilligi orqali biz bilan o'xshash qimmatli bir e'tiqodga muyassar bo'ldinglar. Sizlar Xudoni va Rabbimiz İsa'ni tonigan seri Xudoning sizlarga ko'rsatgan mehr shafqati va amanlığı texmu aşqay. Biz İsa Məsihni haqiqiy toniganligimizdan u özünün kuch qudrati, ya'ni Xudoning kuch qudrati orqali bizga Xudoning irodasi bo'yicha hayot kechirishimiz uchun ehtiyojliq bo'lgan hamma narsani ato qildi. U bizni o'zining ulug'ligi va esil fazilati bilan chaqirdi. U o'zining ulug'ligi va esil fazilati orqali bizga nihoyat ulug' va qimmatlik va'dalarni berdi. Bular orqali biz bu dunyodagi insonlarning bu mug'ur havaslaridan kelib chiqqan axloqsizlikdan qutulib, Xudoning tabiatiga o'xshash tabiatga ega bo'la olamiz. Shunga sizlar bütün kuchinglar bilan e'tiqodinglarga esil fazilatni, esil fazilatinglarga Xudo to'g'risidagi bilimni, biliminglarga o'zinglarni boshqarishni, o'zinglarni boshqarishinglarga sabrchanlikni, sabrchanliginglarga Xudoga bo'lgan ixlosmandlikni, ixlosmandliginglarga qarindoshlarni suyishni, qarindoshlarni suyishinglarga boshqalarga mehr muhabbat ko'rsatishni qo'shishga tirishinglar. Chunki sizlar bu xususiyatlarga ega bo'lsanglar, shundaqla bu xususiyatlarni hayotinglarda texmi yetildirsanglar, sizlarning Rabbimiz İsa Məsihga bo'lgan tonishinglar ahamiyatsiz bo'lmaydi. Aksicha, hayotinglarda yaxshi natijalar borliqqa keladi. Bu xususiyatlarga ega bo'lmagan kishi faqat burnining uchini ko'ralaydigan yoki ko'r kishiga o'xshaydi. Undaq kishi burunqi gunohlaridan pok qilinganligini unutgan bo'ladi. Ey qarindoshlar, Xudo sizlarni o'zining muqaddas xalqi bo'lishga tanladi va chaqirdi. Shuning uchun sizlar o'z hayotinglarda buni isbotlashga tirishinglar. Mana shunda qilsanglar, hech qachon e'tiqod yo'lidan chetdab ketmaysizlar. Rabbimiz bo'lgan qutquzguchimiz İsa Məsihning mangulik podshohligidimi qizg'in qarshi elinsizlar. Shunga garchi sizlar bu ishlarni bilgan hamda o'zinglarga yetkazilgan haqiqatda chin turayotgan bo'lsanglarmi, men yanila har doim bu ishlarni esinglarga samoqchiman. Hayot vaqtimda bularni saminglarga selib, sizlarni uyg'otib turishni loyiq ko'rdim. Rabbimiz İsa Məsihning burun manga ayon qilganidek hayotimning pat orada oxirlashganligini bilib turibman. Sizlarning bu ishlarni men bu dunyodan ketgandan keyinmi har doim esinglardan chiqamasliginglar uchun kuchimning boricha tirishyapman. Biz elchilar sizlarga uqtirgan Rabbimiz İsa Məsihning kuch qudrati va qaytib keldiganligi to'g'risidagi haqiqatni hargizmi o'zimiz o'ydirib chiqmadik. Biz İsa Məsihning shon shuhratini o'z ko'zimiz bilan ko'rganmiz. İsa Məsih muqaddas tog'da Xudo otimizning shon sharaf va ulug'liqqa erishganda, ulug' Xudoning bu mening suyimlik o'g'lim, men uningdan xursandman degan ovozi anglandi. Shu chaqda biz muqaddas tog'da İsa Məsih bilan birga bo'lg'ashqa erishdan kelgan bu ovozni o'z qulog'imiz bilan angladik. Shuning bilan biz burunqi payg'ambarlarning
İsa Mesih haqida aytgan so'zlarining ishonchli ekanligini haqiqiy tushundik. U so'zlarga quloq solsanglar, yaxshi qilgan bo'lasizlar. Chunki tong suzilguncha, ya'ni tong yulduzi İsa Mesih kelib, qalbinglarni to'liq yoritguncha, bu so'zlar xuddi qorong'ulikda yo'lni yoritib beradigan chiroqqa o'xshash chaqnab turdi. Shuni eng muhim deb bilinglarki, muqaddas yozmalardagi vahiylarni payg'ambarlar o'zlari o'ylab chiqqan emas. Chunki har qandoq vahiy insonlarning irodasidan kamaydi. Aksicha, ular Xudoning so'zlari bo'lib, muqaddas ruhning ta'sirlantirilishi bilan yetkazilgan.